Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xolasa meniki jangim tugadi. Holatimni tasavvur bera olmayman to'g'ri. Yutaman 100% tayyorman deb chiqdim. Yutdim ham. Bilmadim nimaga berishmadi. 2 raund oldim. 3-chi raund urgim kelmadi. O'ziga ham aytdim. Yoshingiz katta aka, urmayman. Bo'ldi 2 raund oldim, yetadi shu menga. Urganlarimda emaylab joyini topolmay qoldim. Bilmadim. Hakamlar nimaga bunaqa qildi? Men hayotimda ham ko'p narsa yo'qotganman. Misol uchun hakamni yo'qotganman. Bu hech narsa emas, bu mag'lubiyat hakamni o'limini oldi hech narsa emas. Kvartira yurdim. Yaqinda ham kvartirani almashtirdim. Urushmasam bo'lmasdi, sessiyada urushib, men pul topishim kerak edi. Men bu menga lotereya edi. Yaxshi pul berishdi. Va men sirada chiqdim. Nimaga yaxshi pul berishganini hozir tushunib yetdim. Alloh ko'rib turibdi. Xudo xolsa revansh bo'ladi. Revanshda shunchaki 3-raundga bormas yo'q qilaman. 3-raundga bormas. O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turinglar. Yutqazi deganda Saturn bo'ri to'xtaydi degani emas. Men bor kuchim bilan harakat qilaman. Buyog'iga ko'rsatib qo'yaman. Shunchaki hikoya shunday yakun bo'lmaydi. Iltimos sizlardan. Shunaqa vaziyatda to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Men yutgandim. O'zbekiston rahmat. Men vatanimni sevaman. Kerak bo'lsa jonimni ham beraman. Assalomu alaykum. Xudo xolasa hamma zo'r bo'ladi.